Assalomu alaykum Instagram xalqlar do'stligi saroyi. Ertalab doktorning gaplarini eshitib, yana bir marta убедиться qildimki, bular mol doktor, реально mol doktor. Normalniy doktor как aytishi mumkin? Sigaretdan, adrenalindan mashinaga o'tirgandan nekroz boshlanib ketdi. Nekroz bu doktor nimaligini bilmaydi shekilli. Men transvestit bo'lib turib, nekroz nimaligini bilaman. Nekroz кровоснабжение, аша зонаga, поврежденной зонаga кровоснабжение, кислород yetmasa, этот кусок кожи o'ladi, odamni o'ligidek chirib ketadi. Кровоснабжение сосудаlarni o'ldirib qo'ygan bo'lsa, ko'jaga, organizmga, asha поврежденной zonaga kislorod, qon yetib bormasa, o'sha joy chirishni boshlaydi. Qaysi miya bilan bu doktor aytayaptiki, sigaretdan, adrenalindan moshinaga o'tirgandan bo'lgan deydi. Mol doktor, блядь, dalbayub mol doktor. Блядь, nekroz birinchi kuninglar paydo bo'ladi. Birinchi kuninglar qizarish boshlanadi. Потому что ты неправильно операцию сделал. Sen неправильно операция qilgansan. Yiban tan olmasdan u yoqqa tashab, bu vinovat, u vinovat, qo'shnisi vinovat. Mashinaga o'tirgani uchun nekroz. Dalbayub nekroz birinchi kuninglar paydo bo'ladi. Operatsiyadan keyin просто xatoyini tan olmagin kelmayapti. Med konsultant klinik, qassobxona, dalbayub polniy. Shunchalik odam mol bo'lan, men trans bo'lib turib bilaman. Nekroz это повреждение кожи, кровоснабжение bo'lmagani uchun ko'ja o'lishni boshlaydi. Ko'koshda oltida yana bitta qiz yotibdi. O'zi qilmagan, vrach charchab ketib, yordamchilariga bergan. Yordamchilari qilgan operatsiyani. 8 soat bo'lgan operatsiya, представляете? Ko'koshda yonida bitta qiz yotibdi. U qizni operatsiya qilgan shogirdlari aytayapti. YouTube'ga qarab qildik deyapti operatsiyani. YouTube'ga qarab odamlar bormanglar bu klinika konchiniga. Nekroz nimaligini mana men bilaman. Mana nekroz bo'ynimda. Meni ham bitta dalboyob vrach повредить qilgan mana shu joylarimni. Nekroz qorayib ketgan ko'jani qirqib optashamaguncha hech qachon bitmaydi. U ko'koshda yarasini atrofigacha hamma yo'q nekroz bo'lib ketgan. Bu ошибка врачей. Ошибка врачей. Bu doktorlarning xatosi, это 100%. Любой ekspertiza aytadi. Bu vrachlarning xatosi. Hozir dalbayob onasi bilan, bizni niholimiz bilan, boshqalar bilan, barchim bilan tortishib yotibdi. O bitta odamni jonini saqlab qolishdan o'rniga, sen gunohkorsan, sen moshinaga o'tirgansan, sen adrenalin ichgansan, sen sigaret chekkansan deb tortishib o'tiribdi. O'ta уже mikrob tushgan organizmga, представляете? Mana shu videoni chiqarganimdan beri bir 100 tami жалоба keldi ashetta operatsiya qilganlar. Pizdets, qassobxona yopti va yo'mak. Mashincha shram qolib ketgan. Doktorda o'tirishini qaranglar. Men sizni videoga ruxsat bermaganman. Da блядь, Kokosha, не переживай, qancha расходing ketsa biz to'laymiz. Только shumixa qilmanglar deyishdi o'rniga. Sigaret chekkan. Biz qo'l qo'ydirib olganmiz aldab. Biz bilmaymiz. Nima qilasan uni? Kokosha aytayapti, men уже ishonmayman sizlarga. Уже ishonmayman. Bir oy ichib bola qilmadinglar. Endi gapirib chiqqanimizda keyin sizlarga tushib ketdimi, deyapti. Xohlamagan, mana shu yosh bola sevinchingiz qo'ymagan million marta meni oldimda Shoira Otabekova hamma guvoh. Necha marta telefon qildi. Men qo'rqaman, undan ko'ra meni ozdirmoqchi bo'lib reklama qilsanglar, menga mantaqa yutqizdiringlar dedi. Sizlar yo'q deb turib oldinglar oyog'inglar bilan. Endi bunaqa yozyapsizlarmi? Xudodan qo'rqinglar, xo'pmi? Alloh bor-ku, ilohim bolalaringlardan ko'ringlar shu kunlarni. Ko'rasiz. Yaxshilikcha qolamayapti, menga sakramasin bu qizingiz. Mana shu qiz qilgan komilani olib keltirib, oyog'i bilan keldimi komila sizlarga? Qo'ymadinglar-ku, Halimadan keyin qo'rqyapsiz. Guvoh kelib o'tiribdi, Halimani o'ligida borganda o'sha chizilgan edi. Kelmadi. Endi cho'zib qo'ymadinglar-ku, reklamaga kelgin deb. Nima deyapsizlar sizlar endi? Daqiqa gapirib yubormasdan, endi mashinaga o'tirganiga bo'ldimi? Sizlarni ko'tinglarni tozalab, barakameraga borgan mashinaga o'tirib. Undan oldin nekroz bo'lgan. Yaxshilik tushunmaydiganlarga yomoncha gaplashaman endi. Men o'qimadim qog'ozni, to'g'risini aytsam. Men hozir o'qituvchi shok bo'lib qoldim. O'ziga tashlashayapti, ko'rdingizmi? Nima deb yozganlar? Bizni qoniqarli chiqqan operatsiyadan, yotyaptilar, qoniqarli chiqdi operatsiyadan. Keyin biz ularga chekish, ichish, energetiklar mumkin emas deganmiz, mashinaga o'tirish mumkin emas deganmiz. Mana olmayman. Tushundingmi? Deganmiz, shunda ham
bular chiqib o'tirganlar mashinaga sigaretlar chekkandan keyin nekroz paydo bo'lgan deyaptilar. Barakameraga borishgan faqat mashinaga o'tirib, chislosi ham bor. Nekroz qachon birinchi chiqqanini ham chislosigacha bor rasm videosi bilan. Bular mashinaga o'tirgandan keyin bo'lgan nekroz deyishyapti. Uyalinglar, Allohdan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqinglar. Billa chakib o'tirgan videolaringizni qo'yib tashlayman hozir. Hamma gapingizni qo'yib tashlayman, Allohdan qo'rqinglar. Nekroz barakameraga borgan-ku. Barakameraga borgandan keyin boshlangan deyaptilar. Nekroz ikkinchi kuni bo'lgan, rasmi bor chislosi bilan. u chakkandan keyin nimadir qilgan deb yozilgan tushunmadim. Ruxsat berilmagan, anaqa ruxsat berilmagan bo'lsa, lekin o'zlari ruxsat berganlar chekishga. O'zlari o'tirib birga chekkanlar. Bir pachkagacha ruxsat berganlar. Nima farqi bor? Kim o'tirga qisib yoshvona ko'timdan chiqqan bu qimsani? Sen gapirma. Sen o'zing Sen olib keltirding meni qizimni shekka. Reklamaga deb kelmayman Halimadan keyin qo'rqaman desang. Dahoya telefon qilib yubording. Ma'qullar o'sha bob kelmaganman. Barakameraga borgani uchun yara qotib qolib kichkina bo'ldi. Rahmatlilar o'zi bordi. Sizlar hozir mashinadan keyin bo'ldi deyapsiz. Ikkinchi kunda bo'lgan o'sha rasmda bor chizdosi bilan.